Hurmatli mehmonlar, qadrli do'stlar, ijozatingiz bilan bugungi forumimizni ilk lahzalarda sizlarni qutlash uchun sahnamizga O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasining raisining o'rinbosari Sho'marov Dilshod Shavkatovichni taklif etsak. Chiroyli qarsaklarimiz asosida. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi forum ishtirokchilari, avvalambor O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan barchangizni ushbu forumda ko'rishdan xursandman va qutlayman. Hammalarga ishingizga omad, sog' salomatlik tilab qolgan holda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Albatta bu forum mana yangi formatda o'tyapti. O'zbekiston bozoriga naqadar hozirgi kunda shu sertifikat olgan moliyachilar zarurligini hammamiz his qilib turibmiz. Chunki men o'zim ham tadbirkor sifatida hozir biznes loyihalar qilinsa, albatta bu auditlar sertifikat olgan xalqaro tashkilotlarni jalb qilgan holda ularni xulosasiga ko'ra degan narsalarni talab qilinyapti-da. Mana misol uchun o'sha xalqaro kompaniyalar bilan bu loyihalarni amalga oshirish uchun. Ya'ni bizning O'zbekiston Respublikasida strategiya 30, ya'ni prezidentimiz tomonidan taqdim etilgan strategiya 30 dasturida ham partiyamiz mana yaqinda o'tgan yili oktyabr oyida saylov, parlament saylovi bo'lib o'tdi. Albatta bizning partiyamiz 5 ta maqsad, 500 ta o'ziga vazifa olgan. O'sha vazifalarimizda ham ushbu sohani rivojlantirish maqsad qo'yilgan. O'sha vazifa ham olganmiz, shu masalani rivojlantirish. Albatta biz bu ishga mas'ulmiz, mas'uliyatni o'zimiz bo'ynimizga olamiz. Hozirgi kunda mana parlamentda bizni Oliy Majlis deputatlarimiz ham qatnashyapti. Ushbu soha bo'yicha Ahmedov Turbiy aka professor, moliyachi, menimcha hamma taniydi. Shuning uchun bu sohani rivojlantirish va xalqaro o'sha maydonga, xalqaro xo'jalikka kirish uchun O'zbekiston moliyasini, sohasini integratsiya qilish va O'zbekistondagi biznesni jozibadorligini, investitsiya jozibadorligini oshirish albatta hozirgi kunda shu moliya tizimini rivojlantirish deb o'ylayman va ushbu sohada albatta qonunchilik, mana hozir aytib o'tdim, qonunchilikda ham juda katta bir o'zgarishlar albatta bo'lishi kerak, ya'ni normalarni ko'rib chiqish. Bugungi forumda men o'ylayman, mana biz taxminiy konsepsiyasini olib kelganmiz, partiya tomonidan bu taqdim etilgan. Sizlarga shu konsepsiyamizni ham e'tiboringizga havola qilamiz va bu soha bo'yicha sizlar bilan bugungi forumda yanada kengroq muhokama qilib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammalarga bugungi forumda omad tilayman. Sog' bo'linglar. Yaldagi qutlov so'zi uchun esa sahnamizga O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi biznes muhitini tahlil qilish va ishbilarmonlik faolligi indekslarini baholash boshqarma boshlig'i Daryo Ro'zimbayevich Qurbonovni taklif etsak, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, tadbirkorlar. Bugungi kunda biznes muhitini yurishda, O'zbekistonimizda investitsion jozibadorligini oshirishda moliya, buxgalteriya mutaxassislari naqadar muhimligi hammamiz uchun ayon. Va mana shu forumni bizlar avvalambor tashkillashtirish jarayonida qatnashayotgan juda xursandmiz. Forum ishtirokchilariga muvaffaqiyatlar tilayman. Hamma ishlarga muvaffaqiyat. Rahmat. Endi esa ASVP raisi Mikhail Markovich Feber janoblarini chorlasak. Qarsaklaringiz ostida. Здравствуйте, уважаемые участники форума. Я должен выразить особую благодарность тем, кто буквально на днях, 3 марта, последний день сдачи отчета, а вы нашли время для того, чтобы прийти сюда. Вообще бухгалтеров в Узбекистане сотни тысяч, только главных бухгалтеров 150 тысяч. И это очень важная профессия для развития экономики, бизнеса. Я думаю, что сегодня состоится серьезный разговор, будут хорошие доклады интересные, будут обсуждения, и все это нам будет работать для того, чтобы финансовые профессии развивались, чтобы бухгалтера, другие специалисты в области финансов зарабатывали больше и, соответственно, лучше удовлетворяли потребности работодателей. Успехов нам в этой работе! Спасибо большое, Михаил Маркович.